Assalomu alaykum. Evos restoraniga xush kelibsiz. Oyi, kassadagi qiz, xudo xolasa sizga aniq yoqadi. Tarbiyali, farosatli bo'lsa, ertaga yo'lovchilikka boraman. Bo'ldi, bitta ko'rib chiqay. Ay, Buxoro kassaga qarab turing. Voy, buni qanaqa qilib ishlatadi? Keling, xola. Va alaykum assalom. Hozir bizda aksiya ketyapti. Lavash time combo. Ichida mini lavash tovuqli, kartoshka frit, sous, 03 Pepsi. Atiga 35 mingga. Ismi? Men xos kelaman. Qalay ona? He, topganini qursin xopmi? Mendan 2 yoshgina kichkina-ku, qaramasdan. Ekskursiya qursin seni. Oyi, vohma qilmang. Ya, oyim vaqma quvuradi o'zi. Men hozir o'zim kirib ish tutib chiqaman. Qoch. Sadoqat, 1 minut qarab turing, iltimos. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Tinchlikmi? Ha, homilador edim. Yaqinda tug'aman o'shancha. Yo'q. Ha, bunisi qiz kutmoqmiz. Birinchisi o'g'il. Ah, nima yeysiz, nima zakaz qilasiz? Men hozir kelaman. Qalay ada? Ey, iplos! O'g'ling ishga ketdim deb ish qilib yurganini bilasanmi? Ha? Yo'q, nima qilib ekan? Yurant o'taman. Osh bo'lsa, yana kelib turing. Voy, tillaringizga shakar. O'zim kelin qilaman shekilli sizda. Rahmat. Allo? Jonim, oyimga nima deding? Yaxshi kuzatib bordim. O'zim kelin qilaman dedilar. Bashariy qursin, uyatsiz. Unaqaga o'xshamayapti-yu.